Kela qol Yunusim, kel, yaqinlash. Senga bir sir aytaylik Yunusim, ishq manbadir. Buni aslo unutib qo'yma Yunusim, bilib ol. Ham eng qimmatli manba. Arzimaslarga berilmaydigan darajada qimmatli manba. Na mis, na kumush, na oltin va na zumradu yoqutlar. Ishqdan qimmatliroq biror manba yo'q. Ishq bamisli quyoshga o'xshaydi Yunusim. Ishqsiz odamning ko'ngli toshga o'xshaydi. Tosh ko'ngilda nima ham bitadi. Quyosh nuri tushgan tuproqni qanday isitsa, qorong'ilikni qanday yoritsa, mevalarni qanday yetiltirsa, ishq ham xuddi shunday. Ishq insonning xomligini ketkazadi, jigarlarini pishiradi, yetishtiradi, komil qiladi. Quyoshdan nasiblanmagan meva bo'ladimi Yunusim? Bo'lmaydi, o'ladi. Ishqdan nasiblanmagan borliq ham bo'lmaydi, o'ladi. Modomiki eng qimmatli manba ishq ekan, eng qiyin sinov ham u bilan bo'lsa kerak.